Hozir hashamatli uyimizda 99.9% bitgan uyimizni hozir sizlarga ko'rsatib o'tamiz. Bu uyimiz Mirzo Ulug'bek tumani Nikitinada joylashgan 6,5 sotuvdan iborat bo'ladi. Fasad qismlariga e'tibor berasiz. Juda ham katta qilib qo'yilgan. Orqasida bu yerda oynani tashab ketilgan kichkina bino, огород joynasi zonasi va bu tomonni ko'rasiz yashil hududlari va mashina qo'yib qo'yish uchun joy qilib qo'yishgan. Hozir sizlarga uy ichidan bitta planovkasini ko'rsatib o'tamiz. Uyimiz ichi уже aytganimdek 99.9% bitgan. Уже химчистка ishlari, yana mayda juda ishlar bor. O'sha ishlarni bitqizilyapti. Endi bir xil insonlar birinchilardan nasib qilsin deb hammaga olaman degan insonlarga xudo xolasa bu videoni ko'rsanglar bo'ladi. Bu uyimizga shuna kirganinglarda bu yerda ko'ryapsiz. Kattagina basseyn qoldirib ketilgan. Zimniyda ham va yozda ham foydalaniladigan zonasi va o'zini bu filtrli zonalari qoldirib ketilgan. Va bu tomoniga o'tsanglar bizning oshxonamiz yotib ketasiz. Ko'rasiz, graylarni oshxona qo'yiladi va bu tomoni bemalol choy ichib o'tiradigan zonasi va o'zini konditsionerlargacha qoldirib ketishgan. Uyimizni ko'ryapsiz. Uyimiz bu yerda bizda kattagina hol, ko'ryapsiz, kattagina hol va bu tomoni bizda bitta rayskiy spanyasi bo'ladi. Rayskiy spanyasi o'zini sanuzullari bor va o'zini bu yerda birinchi qavat uchun общий sanuzul qismi va uyimiz 4 уровеньdan iborat bo'ladi. Podvol qismi, birinchi qavat va ikkinchi qavat mansardniy zonalar ham qilib ketilgan va bu tomoni kattagina ko'ryapsiz. Bunaqa zona qilib qo'yishgan, kattagina zal qoldirib ketilgan, juda ham chiroyli qilib qo'yishgan. Uyimizni endi ikkinchi qavatga sayohat qilganimizda hozir sizlarga ko'rsatib o'tamiz.